Shu 4 qur programmani men 2 qur programma deb yozay. Picture 2ninki left'ini to'g'irlash uchun men move orqali bundaq program yozdim. Ya'ni hem left'ini hem top'ini to'g'irlash uchun birinchi ulab left deganimiz birinchi qurdagi programmada picture 1ning left'iga qo'shib berman picture 1ning kengligini degan tuqqa shuni kirgizamiz. Picture 1ninki left'e qo'shib berman picture 1ninki kengligi. Hamda pesh urib qarasam to'pini to'g'rilab biring deydi. Buningki picture 2ning to'pi nimaga tengda? Ikkinchi qur programmada picture 1ning to'piga. Picture 1ninki to'piga tengda. Demak, birinchi qitimliq men 2 qur programmani bir qurg'ish qinchaqlab oldim. O'chirib etdim. Endi men picture 3ni to'g'rilashga kelgandim o'xshashlar. Picture 3ning mouse deganimiz teng picture 2ninki left'iga qo'shib berman nimisini picture 2ninki kengligini qo'shib berdim. Ondan keyin pesh ursam to'p chiqadi. Bu to'pqa picture 1ning to'pini yozsammi bo'ladi, picture 2ninkini yozsam bo'ldi. Men picture 1ninkini yozib qo'yay. Picture 1ninki to'pi deb qo'yay. Endi ma'qul programmani yana bir qurg'ishg'in chaqlab oldim. Hozir programmani qo'zg'atsam, o'xshashlar qanday bo'ldi? Tangshilish normal, normal tangshilibdi. Ham bu normal tangshildi. Biroq men ma'ni eklab picture 2ninki qimmat berishni programning ostiga tushib, picture 3ni ustiga chiqib qo'ydim, Endi normal bo'lam deyapmi ko'rib boqayli. Programmani qo'zg'atdim. Qo'zg'atsam ma'o nima kelyapti? Ya'ni mayoq to'g'rilanadigan narsa qo'zg'algan vaqtida hozir men razmir o'zgartsam, resize yozilgan bo'lganligi uchun men bilan qo'zg'alishi qilamken o'zining joyida turyapti, shundaymi mayada? Mana bu programning ijro bo'lish tartibidan kelib chiqqan xatolik bo'ladi. Ham bu yerdagi programning tartibi qanday bo'ldi degan vaqtda cho'qim men birinchi qur programmadan keyin ikkinchi qur program alayda shartimiz ijro bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin birinchi kurs avval ijro bo'ldi ekan. Birinchi kurs avval ijro bo'lsa bu picture 3ninki sol tarafdagi o'rnini ma'ninki, ya'ni picture 2ninki sol tarafdagi o'rniga kengligini qo'shaplam chiqarib qo'ydi. Dastlab qitimda. Amaliyat bu mandaq kirgizitilgan narsa bo'lgan bo'lsa, mayag mandaq to'g'rilanmagan vaqtda, ya'ni o'zining tuğga yeri qarta olam. Demak siz mayadan mayakka cho'g'a vaqtni o'lchaplar, ma'ni berib qo'ydingiz, mandaq o'lchab ekansak yoki bo'lmasa mandaq tuğga vaqtida mayag yo'tkiladi. Mayag yo'tkilish shundami? To'g'rilandi. Amaliyatda biz ma'ni mayag to'g'rilib aytgan bo'lsak, bu nag yo'tkilishga tegishli ekan, mayanga surilib mayag to'g'rilanishga tegishli ekan-ku programma, ammo u tartibga bo'ysunmadi. Demak biz avval to'g'rilanmagan vaqtida qimmatni picture 3ga yo'llab soldik. Agar biz picture 2ninki sol tarafdagi nuqtasini mayag to'g'rilab olib, ondan keyin buningki egizligini mana shu o'ringa to'g'rilab olib, oxirida ondan keyin ma'ning qimmatini, ya'ni ma o'rin tug'an qimmatga qarta ikkinchi qurda ma'ni ijro qilsak, u holda mayag to'g'rilandi picture 3. Birinchi qitimdan keyin siz ma'ni to'g'rilamasdan keyin ma'ning sol tarafiga to'g'rilab qo'ysangiz, mayag to'g'rilanib qoladi, o'rni o'zgarib ketadi. Ya'ni jumlaning tartibining o'xshamasligi asosan programmada xatolik yuz berdi. Tushundingizmi? Label box, ya'ni eskartim uchur seplaydigan narsa. Oldimmi? Eskartim uchur seplaydi. Qanday eskartim uchur seplaydi desak, biz mayaga mandaq picture boxdan bir nep qo'ydik. Mayag text boxdan bir nep qo'ydik. Agar bu ikkisini men hozir damalliqqa mening ichidagi text box degan xat bo'lmasa, text boxninki 3 o'lcham ko'rinishga altini tangshib etsam, ya'ni tekstlikka meningmi 3 o'lcham altida ko'rinishini tangshib etsam, ikkisini farqlantira olamda hozir? Farqlantirib bo'lmadi. Amaliyat programma 700 gacha farqlantirgan bilan bunda qarmoqqa bu ikkisi text box tekturdi. Hemen mayaga kelib ma'ni rasm bir taraf qilgan picture boxda text box deb boshqalarga, ya'ni shu programni ishlatuvchilarga eskartib qo'ymoqchi bo'lsam, bu vaqtda labeldan foydalanaman. Nimish labeldan foydalanaman? Text boxning ichiga xat yoza olaman ma'qul. Text box bu deb. Ma'ning ichiga xat yoza olmayman hozir, shundaymi? Printlab chiqarib qo'ysam chiqadimi? Biroq damalliqqa yoza olmayman deb turayli. Mushundaq vaqtda biz eskartim uchun seplash uchun shu label boxni qo'llanamiz. Ya'ni label boxningki
label box'ninki caption'i deganga men bunday yozib qo'ydim. Picture. Yana birini oldim mayaga eskartib qo'ydim. Text. Shundami? Demak bu eskartim uchur sepildim mayaga. Eskartim uchur sepildim. Mushundaq vaqtda programmada mushg'ul eskartish uchur beradigan vaqtlarda ishlatilgan bir kontrol mavu. Label box. Tushundingizmi? Hem bu xil label box'ni ishlatgan narsalarni mush Windows'ning ichidami topqili olamdi yo'qmi bir ko'rib boqayli. Ma'ni ekeldim, mouse'ni ustida chekdim, xasliq degan ramkani ochdim. Maya qarsam bir muncha bir narsani seplab qo'yapti-ku. Label box'mi shu. Maya qilsam juti, ya'ni bosh tema deb bir xatni kirgizib qo'yapti-ku. Bu label box. Mayagim kirgizib qo'yapti. Bu label box. Mayagim bir narsa kirgizib qo'yapti, ha? Xat kirgizib qo'yapti. Bu label box. Ma'ningim kirgizibdi, bu label box. Mana, shundaq-ku. Ma'ning qarsammi, mana label box ekan-ku. Label box. Bundaq eskartim uchur seplash uchun ishlatildi. Label box'ning ishlatish o'rnini tushunib oldik endi. Ma'qul. Buning ishlatish o'rnini tushunib oldik. Ham buning xosliqlarini tushunildi. Alignment deydi, to'g'irlash. Hozir meningki qimmatni ochsam 3 xil qimmat bor ekan-a. Bu 0 bo'lgan vaqtida to'g'an turqash shu. Men mana bir qilib qo'y ko'rib beqing. Nima to'g'rilanadi hozir? Ma label box o'zgarmasdan buning ichidagi xat to'g'rilanadi. Ya'ni o'ngga to'g'rilandi hozir, shundami? Endi eklab men 2 ni qilib qo'y. Nega to'g'rilandi? O'ttirga to'g'rilandi. Bu xosliq text box'dan bor. Bu xosliqningki asosiy rolini qanday yerda ko'gildi desa, men hozir ko'rsatib qo'yay. Microsoft'ning ishxona avtomatlashtirish shumshaq detali Word'da bir qor xatni yozgan bo'lsam, bu xatni o'ttirga to'g'rilayman desam, o'ttirga to'g'rilandi. Maya kirib men chetga to'g'rilaydim, ya'ni o'ng tarafga to'g'rilaydim desam, o'ngga to'g'rilandi. O'ttirga to'g'rilash, o'ngga to'g'rilash, solga to'g'rilash degan mushkil xosliq dal mushnandiki mush alignment xosligi tava. Ya'ni text box'ni olsammi, o'xshashlar buning alignment xosligi bor. Bakanga mana. Buning o'xshashlik qimmat o'xshash. Ya'ni bundan keyin shu label so'zlayotgan narsa xosliqlarni men boshqa kontrolda, mos kelgan kontrollarda so'zlamayman. Alignmentni tushundingizmi? Ichki tekstni to'g'rilaydi. Ma'vo tekstlik ham 3 ko'rinish holatini qayta so'zlamayman. Avtomatik razmer o'zgartirish, ya'ni avtomatik razmerga tangshash deydi, auto size. Buni biz picture box'dan so'zlagan toq. Da qilsam picture box'ning ichidagi rasm qarta to'g'rilangan-da. Ya'ni ma'noda picture box'da rasm qarta to'g'rilsa, label box'da ichidagi tekst qarta to'g'rilaydi. Auto size'ni ras qilib qo'yapti men-ku. Shuni mas tangshab qo'ydi. Ekeldim mas. Endi men mana ichiga caption'iga xat kirgizib qo'yay. Yaxshimi siz www.mrit.com deb yozdim. Masalda kengayotdi-ku, auto size'ning alaydiligi. Agar bu yolg'on bo'lgan bo'lsa, mana unda qilsam pastga tushib ketadi xat. Yani avtomatik to'g'rilanmaydi. Men avtomatik to'g'rilash holatiga kelib qo'ysam, shu xat qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik to'g'rilanib turadi. Ham tushundingizmi? Backstyle orqa ko'rinishninki shakli. Labelda 2 xil qimmat oladi, 0 va 1 dan iborat. Bir bo'lgan vaqtda orqa ko'rinishga hisoblangan backcolor rangni oladi. 0 bo'lgan vaqtida suzik holatda bo'ladi. Ya'ni orqa ko'rinishninki rangi bo'lmaydi. Suzik holatda yani formni qaysi xil rangni seplasak, formning backcolorsiga qaysi xil rangni seplasak, shu xil rangni labelga oladi. Shunga orqa ko'rinishning shakli suzik va orqa ko'rinish rangini olgan 2 xil holatda bo'ladi. Qimmati butun son 0 va 1 dan iborat 2 xil qimmat oladi.